Nedik degan bir yigit bor a. 18-19 yosh menimcha, hali yoshgina yigit. O'zbekistondan Makka va Madinaga piyoda safar qilyapti. Allohning uyini ko'rgani ketyapti. Bu yoshgina yigit O'zbekistonlik, gaplarimga e'tibor berib turing. Qaysi davlatdan o'tsa, o'sha davlatdagi insonlar yordam berishyapti va qo'lidan kelganicha poddeshka qilishyapti. Bu chet eldagi boshqa davlatdagi videolarni biz ko'ryapmizmi? Demak, biz videolarni ham ko'rishadi u insonlar, boshqa davlatdagi insonlar. Endi u yigitga boshqa davlatdagi insonlar yordam berib turishganda, biz O'zbekistonda turib, u yigitni orqasini kovlash bilan bandmiz, ba'zi insonlarimiz. Uyalaylik, biz o'zbekmiz, ko'rganlar bu o'zbek bir-birini kovlar ekan demasin. Mana bu gadoyvachchaning gapini yaxshilab eshitinglar-da. Umraga borsang, men 38 million o'zbek xalqini oldida boshimdagi kechirim so'rab 50 millionlik buqa so'yaman. Oyog'i Qo'y Rashid, hamma bilib turibdi-ku, sen Nedikni orqasidan hayb ishlayotganing. U bola yangi yilgacha boradi, gapiga javob beradi, lekin sen gapingga javob bera olmaysan. O'zing bitta gadoy bo'lsang, TikTokda kech payt insonlardan padarka tashinglar, u qilinglar, bu qilinglar deb sadaqa so'rab o'tiradigan bo'lsang. Biz Nedik san bilamiz, Nedik darshi bos, bunaqa haypajorlar gapiga umuman e'tibor berma. Nedik olg'a deganlar kommentariyaga Nedikni belgilab, olg'a biratan biz san bilan birgamiz deb Rashidga aytadigan gaplarni kommentariyada aytib ketinglar. Men bu umraga ketayotgan bolani hammanglar taniysizlar, ko'pchilik ko'rgan. Hozirgi kunda shu bolaga atvet qilmagan bitta Trump qoldi shikili. Bu bolaga malades, ismi nima edi? Nurikmidi? Malades. O'z oyog'i bilan 20 yasharlik, 18 yasharlik bola peshkom umraga niyat qilibdi, ziyoratga qabul bo'lsin ekan, yetib borsin agar. Nima demoqchiman? O'zbekistonda hozir bakalashgan teshol yomon debda deyapti. Bu tengqur blogerlar. Bundan katta 50 ga kirgan ham narkotikni propaganda qilyapti. Ya bu tengqurlari borib olib striptiz klub isqirt joylarni reklama qilyapti. Krasavchik ukam, agar umraga yetib borsang, ziyorating qabul bo'lsin. U O'zbekistondagi senga atvet qilyapgan blogerlarga e'tibor qilma. Mevali daraxtga tosh otiladi. Nima demoqchiman men bu gapim bilan? Bu bola tarbiyalik, muomala bilan video qilyapti. Ayrim blogerlarga o'sha battle o'ynamayapti, harom ish qilmayapti. Umraga, Allohning uyiga yo'l olibdi. Qo'llab-quvvatlaylik, shu yosh bola, 18 yoshli bola. Ashibga qilmaydigan insonning o'zi yo'q. 50-60 ga kirgan ham deputatlar ham ashibga qilib qo'yapti. Bu bola yosh bola, yo'q, tinch qo'yinglar. Omadingni bersin ukam deb turib qo'llab-quvvatlab qo'ysanglar, bitta millioner bo'lib ketsa yo bir taniqli bloger bo'lib ketsa xalqqa foydasi tegishi mumkin, lekin ixlos o'zinglardan. Halga video atvet qilyapti bir ikkitasi, ular qilgan ishi 10 dan birini ham qilmadi bu bola. Harom ishlarni qilib yorgan blogerlar chiqib olib o'zini yaxshi ko'rsatib, uyalaylar. Nodirbekka tushuntirdim. Nodirbek, mana bu Turkiya bo'lsa, mana bu Madina bo'lsa, o'rtada bitta davlat bor. Bu Suriya bo'ladimi, Eron bo'ladimi, farqi yo'q. Bu davlatga faqatgina moshin yo'li bilan o'tish kerak. O'sha shlagbaum bilan ko'tarilib, moshin bilan o'tadigan joylar bor, keyin piyoda o'tadigan joylar bor. Bu asfalt yo'llari hammasi bezapasli joylar. Lekin bu adashib qolib, mana bunda ko'rib turibmiz, tog' toshlardan o'tyapti, har xil joylardan o'tyapti. Har bir davlat o'zini granitsalariga minalashtirib taylaydi. Bu narsani men qo'rqitishga aytganim yo'q. Hech bo'lmasa meni taklifim shu mana Istanbulda turgan bo'lsa, shundagina Madinani aeroportiga borib tushsin. Madinani o'zini aylanishiga 1 oy, 1,5 oy vaqt ketadi. Piyoda aylanishiga. Chunki Qur'on zavodi bor. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning o'zlarining tosh bilan qurilgan masjidlari bor. Abu Bakr roziyallohu anhu, Umar roziyallohu anhu, juda ko'p sahobalarda, даже Oysha roziyallohu anhu masjidlari bor. Bitta mahallada 5-6 ta masjid ko'rasiz. Shunaqa zo'r joylar bor. Hali umrachilarimiz shuna borib avtobus bilan bitta ko'rib tushyapti-da, ketib qolyapti. Lekin ichiga kira olmayapti. Hech bo'lmasa bizlarga Madinadan piyoda yurib ko'rsatsin, bezapasni. Joni sog', kimdan suv so'rasa suv beradi. Hozir ro'zachilik emas. Mana shu Madinani 1 oy aylanib, hamma narsani bizlarga butun xalqqa ko'rsatgandan keyin sekin piyoda olib, labbayk Allohumma labbayk deb sekin
Allohning uyiga, Makkaga qarab yo'l oladi. Biz ham shuni xohlaymiz. Da, mana shu narsani men ham xohlayman. Butun xalq xohlasa kerak menimcha. Kommentariyaga yozib qoldirsin. Ota-onasi ham xohlayapti, ha? Samimi gaplarni u borish kerak, sog'-salomat qaytish kerak. Bitta o'sha urush bo'lib o'tgan davlatlardan shunday bitta o'tsin bo'ldi. To'g'ri, biz unga ishonamiz. Bu piyoda yura oladi, ko'rsatdi xalqqa. Nodirbek, salomongina Makka Madinaga samolyotda bo'lsa ham o'tib olgin bolam. Tinchgina minutalik qilmagan o'g'lim. Yaxshi borib kelsang bo'ldi bizga. Shu o'lmayimizga o'tadi. Sog' salomatgina borib kelgan bolam. Mani aytgani duo bo'ladi, aytganini qilgan. Mana shu samolyotda o'tib ol. Bizda ham ilhoq qildirmagan. Hammamiz ham seni o'ylab agar biz ham ilhoq bo'lib o'tiribmiz. Nodirbek iloji bo'lsa yaxshi hali qilib, bag'da aytganini qilib, mana shu xalq nima desa o'shanga qarab. Shuning iloji bo'lsa uchib o'tsan ham mayli. Bizga hech kimni ichib olasi kerak, shu savob kerak xolos bizga. Biz hammamiz Xudoga shukr yetadi. Nodirbek uka, o'ylangizdan pastayanda xavotir olmang. Pastayanda biz qarashib turamiz. Faqatgina o'zingizni o'ylang bo'ldi. Agar ota-onangiz rozi bo'lsa, biz tayyormiz. Siz borganingizcha bularni hajga jo'natib berishga. Hajga jo'natishga. Xuddi shunday. Ko'ra olmaslik bu ko'z kasalligidan emas, qalb kasalligidir. Nodirboy, ne deydi? Yurgan odamning yo'lida tosh bo'ladi. Lekin qadamlar hech qachon to'xtamaydi. Shuning uchun hech qachon to'xtamang. Yangi yilga dedingizmi? Xudo xolasa Ka'baga yangi yilga yetib boring, hammamizni duo qiling. Bu negativlarga hech qachon e'tibor bermang. Men niyatim shu, faqat Alloh yo'lingizni, mushkullaringizni oson qilib yo'lingizni tekis qilsin. Shu niyat. Sog' bo'ling, omad sizga.